200 ming deyotgandilar, sizlar uchun 180 ga savdolashib qo'ydim. Mana mana shu uchastkamizni qaranglar. Kadastr bo'yicha 6 sotib olgan, 208 zaxvati bor ekan. 808 sotib bo'lyapti, lekin ichkarilarini o'lchasanglar deyaptilar, 10 sotuvchi chiqadi deyaptilar. Mana shu uchastkamizni ichki qismi bo'ladi. Fasadlari ham 25 metr, bemalol bu 3 ta 4 ta katta uzun uchastkalar solsanglar bo'ladi. Mana umumiy hisobda zaxvatini noto'g'ri o'lchagan, 10 sotuvdan oshiq bu joy deyaptilar. Dokumenti lekin 6 sotuv ekan. Zaxvati 2026-yilda agar mana shu narsa bilan shug'ullansanglar, albatta sizlarga o'tadi. Baribir bu narsani hech kimga bo'lib berib bo'lmaydi, orqa taraflar ekan. Hop, xonalarning ichini ko'rsata olmadim, odamlar borligi uchun. Odam yashab turgan uchastka, agar olib yashayman, keyingi yil uchastka qilaman deganlarga ham zo'r variant. Endi manzilni tushuntiraman. To'g'ri, mana zamona to'yxonasi bilan kirib kelaverish bo'ladi. Men shunaqasi kirib keldim. Mana bunaqasiga Kirov Olmazor ko'cha, Yopchiq Betagan ko'cha. Mana shu uyimizni sotiladi. Fasadlari 25 metr. 808 dokument bo'yicha atak undan oshiqroq chiqadi deyaptilar. 180 mingga baraka qilsanglar bo'ladi. Lokatsiyasini, rasmlarini Telegram kanalimga tashlab qo'ydim.